Bugun chorvachilik haqida bir oddiy savoldan boshlaymiz. Bizda qancha chorva bor? Lekin aslida yanada muhim savol bor. Har bir bosh chorva bizga qancha natija beryapti? Maqsad shunchaki bosh sonini ko'paytirish emas. Maqsad sifatli va mahsuldor chorvani ko'paytirish, to'g'ri boqish va har bir boshdan ko'proq mahsulot olish. Bugun chorvachilikning rivojlanishini sekinlashtirayotgan bir nechta muammo bor. Ma'lumot tarqoq. Mahsuldorlikni baholash yetarli emas. Ozuqa va tannarx masalasi bor. Bozor bilan aloqa cheklangan. Mutaxassislar va xizmatlar tarqoq. Eng muhimi, ko'p hollarda har kim yaxshi usulni o'zicha sinab ko'radi. Demak, muammo faqat bir odamda emas, butun zanjirning o'zaro bo'lanishida. Muammo bitta bo'ginda emas, Bog'lanishda. Shuning uchun yechimni ham bitta bo'gindan izlash yetarli emas. Chorvadorga bilim kerak, veterinariya xizmati kerak, seleksiya kerak, ozuqa kerak, logistika kerak, bozor kerak. Ilm, fan va texnologiya ham, moliya ham bu jarayonga bo'lanishi lozim. MCRJ ana shu bo'g'inlarni bir raqamli muhitda bir-biriga yaqinlashtirish tashabbusi sifatida qaraladi. Mahsuldor chorvachilikda asosiy savollar boshqacha qo'yiladi. Qaysi chorva yaxshi o'sadi? Qaysi nasl yaxshi natija beradi? Qaysi boqish usuli samarali? Qaysi ozuqa tannarxni pasaytiradi? Va eng muhimi, qaysi natija yuqori qiymatga ega? Ya'ni biz miqdordan natijaga o'tishimiz kerak. MCRJ mahsuldor chorvachilik atrofida shakllanadigan ekotizm. Unda bilim, tajriba, mahsuldor chorva, mutaxassislar, xizmatlar, bozor va tadbirkorlik bir-biriga yaqinlashadi. Maqsad chorvadorning o'z muammosini yolg'iz hal qilishiga emas, kerakli imkoniyatlarni bir muhitdan topishiga sharoit paydo qilish. MCRJ ishtirokchisi uchun bu muhit bir nechta amaliy imkoniyatni birlashtiradi. Ma'lumot, maslahat va ta'lim. Hayvonlarni identifikatsiya qilish, o'sish va mahsuldorlikni kuzatish. Mutaxassislar bilan aloqa, bozor va xizmatlar, shuningdek ko'rgazma va saralashlar. Buning asosiy qiymati natijalarni taqqoslash va ma'lumot asosida qaror qabul qilish imkoniyati. MCRJ'da bo'lmasangiz, nimalardan quruq qolishingiz mumkin? MCRJ'da ishtirok etmaslik ham ma'lum, imkoniyatlardan chetda qolishni anglatishi mumkin. Masalan, eng yaxshi boqish va oziqalantirish tajribalaridan o'z vaqtida xabardor bo'lmaslik, sohadagi mutaxassislarga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyati cheklanishi, kerakli xizmatni topish qiyinlashishi mumkin. Shuningdek, mahsuldor chorvani kengroq xaridorlarga taklif qilish, yillik saralash va ko'rgazmalarda qatnashish, boshqa yaxshi chorvadorlar tajribasidan o'rganish imkoniyatlari ham cheklanadi. Eng zo'r boqish va oziqalantirish tajribalari. Yaxshi boqish va oziqalantirish tajribasi bir chorvadorda qolib ketmasligi kerak. Kimdir yaxshi usulni topadi, sinab ko'radi va natija oladi. Shu natija taqqoslanadi. Eng yaxshi tajriba ajratib olinadi va boshqalarga yetkaziladi. Natijada yaxshi natija o'rganishga, o'rganish qo'llashga, qo'llash esa yanada yaxshi natijaga olib keladi. Chorvador nima yutadi? Chorvador uchun asosiy foyda bilim va tajriba, mahsuldor chorva haqida ma'lumot, mutaxassislar bilan aloqa, kerakli xizmatlar va kengroq xaridorlar. Eng muhimi, u o'z natijasini ko'rsata oladi. Ya'ni MCRJ chorvadorga ko'proq natija olishga harakat qilish uchun muhit bo'lishi maqsad qilinadi. Poda egasi uchun ham alohida imkoniyat bor. U yetishtirgan qo'zilarni faqat o'z atrofidagi cheklangan xaridorlarga emas, MCRJ ishtirokchilari orasidagi kengroq xaridorlar doirasiga taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, mahsuldor chorvaga qiziqchadigan va uning qiymatini tushunadigan xaridor topish muhim. Xizmat ko'rsatuvchilar uchun ishtirokchilar ko'paygan sari chorvachilikka xizmat ko'rsatuvchi sohalar uchun ham bozor kengayadi. Veterinariya, naslchilik, ozuqa, uskuna va texnologiya, logistika, raqamli hamda moliyaviy xizmatlarga talab ortadi. Demak, MCRJ faqat chorvadorga emas, uning atrofidagi xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlarga ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Chorva sotish va xarid qilish.
Chorva savdosida maqsad faqat chorva sotish emas, to'g'ri chorvani to'g'ri xaridor bilan yaqinlashtirish. Poda egasi o'z chorvasini taklif qiladi. Chorvador o'ziga kerakli chorvani qidiradi. MCRJ esa ma'lumot va aloqani bir-biriga yaqinlashtiradi. Natijada bozorma-bozor izlashni kamaytirish va to'g'ri xaridorni to'g'ri chorva bilan bo'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Yuqori natijali chorva o'z qiymatini ko'rsatishi kerak. Chorvador 1 yil davomida chorvasini boqadi, parvarish qiladi va natijaga erishadi. Agar natija yuqori bo'lsa, uni ko'rsatish va qadrlaydigan xaridorlar e'tiboriga olib chiqish imkoniyati bo'lishi kerak. Shuning uchun yillik saralash va ko'rgazmalar muhim. Bu faqat musobaqa emas, natijani namoyish qilish va ommalashtirish vositasi. Viloyat, Toshkent, yakun. Yil davomidagi faoliyatni o'lchash, hududiy saralashdan o'tish, viloyat g'oliblarini aniqlash va poytaxtda yakuniy bosqichni o'tkazish orqali 1 yillik mehnat natijasi ko'rinadigan voqeaga aylanadi. Eng yaxshi chorva va chorvadorlar tajribasi kengroq auditoriyaga namoyish etiladi. G'olib chorvador, soha uchun namuna. G'olib chorvadorning qiymati faqat sovrinda emas, uning yuqori natijasi boshqalarga namuna bo'ladi. U qanday chorva boqdi, qanday parvarish qildi, qanday natija oldi. Shu tajriba boshqalarni o'rganishga undaydi. Natijada yangi boquvchilar qiziqadi va mahsuldor chorvaga talab ortishi mumkin. Yangi chorvador uchun. Yangi chorvador uchun eng qiyin bosqich qayerdan boshlashni bilish. Unga tajriba, mutaxassis, mahsuldor chorva, ozuqa, xaridor va hamjamiyat kerak. MCRJ ning vazifalaridan biri ana shu imkoniyatlarni bir-biriga yaqinlashtirib, yangi ishtirokchi uchun qadam tashlashga qulay muhit shakllantirish. Ishtirokchilar ko'paysa, har bir tomon nima yutadi? Ishtirokchilar ko'paygan sari har bir tomonning imkoniyati ham kengayadi. Chorvador ko'proq xaridor va bilim oladi. Poda egasi uchun xaridorlar doirasi kengayadi. Ozuqa ishlab chiqaruvchi uchun talab va mijozlar ko'payadi. Veterinariya xizmatlari uchun mijozlar kengayadi. Uskuna va texnologiya yetkazib beruvchilar yangi mijozlarga chiqadi. Logistika yangi buyurtmalar oladi. Qayta ishlash sohasi uchun xomashyo bazasi kengayadi. Qisqasi, ko'proq ishtirokchi, ko'proq talab, ko'proq imkoniyat. Talab oshsa, atrofidagi sohalar ham rivojlanadi. Boquvchilar ko'paysa, uning atrofidagi sohalarga ham talab ortadi. Ko'proq ozuqa kerak bo'ladi. Veterinariya ehtiyoji oshadi. Uskuna va logistikaga talab paydo bo'ladi. Qayta ishlash va savdo kengayadi. Shu orqali chorvachilik atrofida yangi tadbirkorlik imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Ozuqa bozori. Ozuqa bozorida ham xuddi shu iqtisodiy zanjir ishlaydi. Boquvchilar ko'paysa, ozuqaga talab oshadi. Bu ishlab chiqaruvchi uchun bozorni kengaytiradi. Taklifni oshirishga qiziqish kuchayishi, raqobat va tanlov ortishi mumkin. Bu narx albatta tushadi degani emas, lekin talab va taklif muvozanatini yaxshilash uchun sharoit paydo bo'ladi. Xorijiy hamkorlar uchun ham MCRJ muhiti amaliy imkoniyat berishi mumkin. Texnologiya yoki xizmatni to'g'ridan-to'g'ri mahalliy xo'jalik ehtiyoji bilan bo'lash, pilot sinov o'tkazish, natijani ko'rish va yaxshi ishlagan yechimni kengaytirish mumkin. Ya'ni texnologiya real ehtiyoj bilan uchrashadi. Davlat va tarmoq tashkilotlari uchun. Davlat va tarmoq tashkilotlari uchun esa tizimli ishtirokchilardan keladigan ma'lumot muhim. Hududiy ehtiyoj, ozuqa talabi, mahsuldorlik dinamikasi, sohadagi xizmatlar va bozordagi harakat haqidagi ma'lumotlar qaror qabul qilishni aniqroq qilishga yordam berishi mumkin. MCRJ ni birdaniga katta hududga yoyishdan ko'ra pilotdan boshlash mumkin. Cheklangan hudud, aniq ishtirokchilar, aniq muddat va aniq ko'rsatkichlar belgilanadi. Natija o'lchanadi, kamchiliklar ko'riladi va kerak bo'lsa tuzatiladi. Shundan keyin keyingi bosqichni kengaytirish mumkin. Natija qanday o'lchanadi? Tizimning natijasini faqat ta'ssurot bilan emas, raqam bilan ko'rsatish muhim. Ishtirokchilar soni, identifikatsiyalangan hayvonlar, o'sish va o'rtacha vazn, ozuqa xarajati, 1 kilogramm tan narxi, sotuv narxi va daromad kabi ko'rsatkichlar kuzatilishi mumkin. Maqsad yaxshi ishladi deb aytish emas, natijani raqam bilan ko'rsatish. Butun ekotizim,
Maqsad faqat chorvadorning o'zi bilan cheklanmaydi. Mahsuldor chorva atrofida ozuqa, veterinariya, seleksiya, uskuna, logistika, qayta ishlash, xaridor, tadbirkorlik va investitsiya kabi ko'plab yo'nalishlar bor. Ularning o'zaro bo'lanishi butun ekotizimning iqtisodiy harakatini kuchaytirishi mumkin. Eng katta maqsad aholida chorvachilikka qiziqishni oshirish, mahsuldor chorvachilikka qadam tashlashga turtki berish, chorvadorga yuqori natija va daromad olish imkoniyatini kengaytirish, aloqador sohalarni rivojlantirish hamda bozor va taklifni kengaytirish. Ya'ni mahsuldor chorvachilikni ommalashtirish. MCRJ natija tomon yo'l. MCRJning asosiy yo'li oddiy, sifatli va mahsuldor chorva, to'g'ri boqish va oziqalantirish, ko'proq mahsulot, kengroq bozor va ko'proq tadbirkorlik imkoniyati. Bular bir-biriga ulangan, sari rivojlangan chorvachilik uchun sharoit kuchayadi. Biz uchun asosiy yo'nalish bitta, songa emas, sifat va mahsuldorlikka e'tibor.